Siz abay tilga algan şu keşif kılınishidan tatip ta bugun bu arliqni ba'zi yerlarni atlab o'tib ketdik dedingiz. Ashni hozirlam atlab o'tib ketmay hozir bir ma'lumot bersangiz qisqa bir shaklda, albatta uzun bir masala buniki. Siz shu o'zingiz xohlagan shaklda bir tushuncha bergan bo'lsangiz shuni. Hamda bu şu elektron toplashtirilgan Tokyo'larninki barliq kelishini biz 1950-yillarning o'ttirida dedik. Hem bu oturup çıkan vakit qaysi vaqtga to'g'ri keladi degan vaqtida Ikkinchi dunyo oxirlashib, dunyoda yangi tartib paydo bo'lib, undan keyin Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, Varshava ahdnomasi o'xshash tashkilotlar qurilib, bu G'arb bilan shu Amerika boshchiligidagi ya'ni Shimoliy Atlantik davlatlar tashkiloti bilan Varshava ahdnomasi tashkilotlari o'rtasida nihoyatda kuchli darajada nim bo'layotgan soğuk münasebetler uğraşı başlangan bir mezgilge doğru keldi. Bu mezgilde bu iki taraf oturdan nayet küçük derecede tekniklik rekabet oturuğa çıktı. Mesela atom bombasını mesela Amerika'da bunu nime kılıp dastlabda uni sinab qilib, undan keyin Ikkinchi dunyo urushida ishlatib yoki bo'lmasa Ikkinchi dunyo urushidan keyin bir qancha qator sinaq natijalarini o'tirg'i chiqqandan keyin Sovet ittifoqimi darhol mushu yo'lni taraqqiy qilib ularni atom bombalarini sinab qildi. Undan keyin olamga uchish texnikasida nihoyat kuchli raqobat bo'ldi. Demak, harbiy sohada G'arb bilan Sharq o'rtasida mesela so'g'uq munosabatlar urush tufayli nihoyat kuchli darajada bir xil raqobat bo'lgan. Bo'libmi shu vaqtdagi Iroqdan kontrol qilingan, boshqarilgan bomba degan sohalarda bunga ehtiyoj nihoyat yuqori bo'lgan. Endi bu vaqtda ishlatilgan texnika nihoyat oddiy bir logikasi nihoyat oddiy bir texnika bo'lganligi uchun bu boshqarilgan bombaningki musofaga yetish nimasi yoki bo'lmasa nishonga tegish nimasi yuqori bo'lmagan. Shuning uchun bu ikki davlat tarafdan bu shu yerim o'tkazgich texnikasiga oladigan mablag' nihoyat ko'p bo'lgan. Xo'sh. Shu vaqtida masalan Amerika Davlat mudofaa ministrligi, andan keyin NASA'ga o'xshash shirkatlar shu yerim o'tkazgich texnikasiga nihoyat ko'p mablag' sarflagani uchun shu Kaliforniyani biz bilamiz. Kaliforniyaning masalan Berkeley deydigan Kaliforniya universitetining Berkeleyga o'xshash yoki Stanford universitetiga o'xshash dangliq universitetlar bor. U yerni bitirib chiqqan injenerlar shu vaqtda eng oldingi qatorda sanalgan, eng texnikada eng oldingi qatorda turayotganlar sanalganligi uchun bular shu San Fransiskoning atrofida nurg'un shirkatlarni qurib, shu sohada yangiliklarni o'tirg'i chiqarib qilgandan keyin bu tuyuqsizlar shu San Fransisko atrofida kirni jilg'isi degandek bir hukm paydo bo'ldi. Undan keyin ular shirkatlarni qurgandan keyin chertyozlarni chizib, loyihalarni nima qilib o'rtaga qisib davlat mudofaa ministrligiga borgandan keyin ularga yetarli mablag' beriladi. Shuning bilan bu yerda elektron shu yerim o'tkazgich yoki o'zak texnikasida nihoyat bo'sish xarakterli taraqqiyotlar borliq kelib, bu yerda loyihalaydigan, hatto ishlab chiqarishni boshlagan bunday nima bo'lgan. Lekin u zamonlarda ishlab chiqarilgan materiallarningki birsi tanarqi nihoyat yuqori bo'lgani uchun, qimmat bo'lgani uchun asosiy xaridorchi shu vaqtda davlat mudofaa ministrligi bo'lgan. Undan keyin NASA shirkatlar bo'lgan. Endi buningki bu taraqqiyotning natijasini nimadan ko'ramiz degan vaqtida 1991-yilgi qo'ltiq urushidan ko'ramiz. Masalan, Amerika dengiz qo'ltiqiga aviy markasini to'xtatib boshqarilgan bomba bilan Iroqningki butun harbiy aloqalashish aslahalarining hammasini bombardimon qilib bir kun ichida yo'q qilib o'tgandan keyin uning keyindan quruqlikdan askar kirgizib Iroqni nihoyat tezlik bilan qabul qilgan. Shuni nima uni nihoyat tezlik bilan egallagan. Bu Vyetnam urushida texi u darajada bo'lmaganligi uchun Amerikaningki ishlatgan bombalari yoki atgan bombalari nishonga tegmay nihoyat ko'p chiqib ketganligi uchun Vyetnam urushining mag'lub bo'lishi
Hem de şu vaqtdagi harbiy chiqimning eshib ketishidan, undan keyin davlat ichidagi qarshilik yo bo'lmasa iqtisodning tövellab ketishidan qilgan bo'lsa, 91-yili shu o'zakning nimasi bilan urushda Amerika g'alaba qildi. Shuning uchun 91-chi urushni amaliyotda biz o'zakning g'alabasi deb atsak bo'ladi. Hamda bu vaqtda Sovet ittifoqi nima ish qildi deb so'rashimiz mumkin. Ayni vaqtda mesela atom bombasını Amerika icat qilib uzaq qolmayla buladimi texnik paydo bo'ldi. Undan keyin olam texnik sistemi bir-biridan o'g'irlab yurib, ish qilib hamma asosan tanqadada mangan Sovet ittifoqi qanday bo'lib bu o'zak texnikasi keyin qoldi degan vaqtida o'zak texnikasini ishlab chiqargan bu jarayon, uning materiali atom bombası yasash qaraganda u qadar hem atom bombası yasamak masalan emas, ama o'zak texnikasininki ne kadar murakkab ekanligini ko'rib oladi. Mesela atom bombasini yasash texnikasini balkim Sovet ittifoqi Amerikadagi o'zining ishbilar orqali, savdogarlar orqali materialni setib olib, chertyo'jlarni setib olib balkim yasagan bo'lishi mumkin, ammo o'zak texnikasi kelganda bu usul ishlamay qoldi. Aynı vaqtda Moskvaning yanada Zelenograd deydigan bir shaharni maxsus xuddi Kremniy jilg'isiga o'xshash elektron texnikasini taraqqiy qildirgan bir o'ringa aylantirish uchun qurgan bo'lsa-mu, Amerikadan o'g'irlab kelgan yerim yetkazgich texnikasini bular qarab turib, undan bir narsa o'rganib, bir narsa ishlab chiqarolmadi. Chiqarolmaganligi Sovet ittifoqi qoldi. U bir. Ikkinchisi, undan keyin Trotskiy deydigan bir nimaga qarshi Trotskiychilarni tozalash yoki ularni jazolash nimasi bilan shu yerdagi olimlarning hammasini, shu muhim ishlarga munosabat qilgan olimlarning hammasini Sibiriyaga surgun qilib etib, ular Sibiriyada yangi yo'q olib cho'kaligi uchun bular texnik jihatdan Amerikaga mos holda bir ish qilolmay, ular hali yaqin zamonlargacha kona texnika bilan Amerika bilan raqobatlashishga nima qilgan bo'lsa-mu, lekin Sovet ittifoqi Amerikadak oldin qatorda bo'lolmadi. Endi bu orqali nima demoqchi degan vaqtida mush elektronlik texnikasi bugungi kunga kelgan bo'lsa, demak birsi ayni vaqtdagi sovuq munosabatlar urushi harbiy texnikadagi ustunlikni egallash uchun bu Amerikaningki davlat mudofaa ministrligidan, undan keyin olam qatnash idorasidan solgan mablag'lar, undan keyin shu olimlarni rag'batlantirib, texnik xodimlarni rag'batlantirib, yangilikqa intilish, yangi narsalarni barliq keltirishga ko'plab nima qilganligi uchun, sharoitni yaratib berganligi uchun hatto nurg'un chet eldan kelgan olimlarmi bu ishlarga aktivlik bilan qatnashib, mush sohada masalan natija qozongan bir tayvanlik odam bor, masalan Gordon Chang deydigan, yoki bugungi Nvidia'ning boshlig'i Jason Jensen'ga qaraydigan bo'lsak, amaliyotda bular tigi-takdan Amerikalik emas. Bularni shu Tayvandan berib, masalan shu Amerikada hozirgi bugungi kungi eng asosiy texnikalarni tutib turayotganlar yana ham chet elliklar. Hamda buning qarshisida Rossiya nima qildi desa, o'zining qo'ldagi olimlarni Sibiriyaga olib yangi yo'q olib yurib, shuna bilan ular o'ziniki iqtidorli insonlarni joyga qo'yadi. Xo'sh. To'g'ri deysiz. Demak, bu bugungi kunga kelishimizda birisi Amerikaning iqtisodiy, ikkinchisi uning keyindan bu insonlarga o'sha yangilik yaratishga yaratib bergan muhit buni ekan. Endi bu yerda yana suhbatimizni davom qilsak, bu nima uchun bu Tayvan, Janubiy Koreya, Yaponiya bu kuchli bo'lib ketdi degan vaqtida aytdik, Yevropa Shimoliy Atlantik ahdiy tashkilotiga a'zo bo'lganligi uchun ko'p nurg'un davlatlar Yevropada asosan Amerika o'zininki nimasini sovuq munosabatlar jarayonidagi o'zininki nimasini hamkorlashadigan davlatlarni allaqachon tiklab bo'lgan. Endi xiris nereden keladi degan vaqtida, ayni vaqtida xiris yana Osiyo tarafdan, chunki bir tarafdan Xitoymi 64-yili atom bombasini muvaffaqiyatli holda sinab qildi. Uning keyindan Rossiyaning bir tarafi shu Sharq Osiyo tarafga tutishib ketganligi uchun, demak Amerika Osiyo tarafdanmi o'zining ittifoqdoshlarini tepishga ehtiyoji tushdi. Undan keyin Tayvanni albatta tarixdan beri qo'llab kelayotgan bir davlat. Tayvanmi 64-yilgi bu yadro kuchiga ega bo'lgan Xitoydan bo'lgan qo'rqinchli ehtiyotda bu Amerikaga ehtiyoji bo'lganligi uchun ko'proq Amerikaga o'zining nimasini
ifodalab turdi. Ondan keyin 60 yillarda iqtisodiy jihatdan Tayvan ig'ir ahvolda bo'lganligi uchun Amerika uni qo'llash kerak. Shuning uchun bu birsiga bu yerim o'tkazgich texnikasi ko'p mablag' talab qiladigan, iqtidorli odamlarni talab qiladigan bir texnika bo'lganligi uchun u 70-80 yillarda Tayvan tarafga o'zining diqqatini burib, bir qism texnikalarni shu Tayvan taraflarga qiladi. Undan keyin Yaponiyani biz bilamiz. Yaponiya ikkinchi dunyo urushidan keyin nihoyat tez taraqqiy qilgan bir davlat. Yaponiyaga o'zininki yordamini navbatida ayamay qilgan. Undan keyin Janubiy Koreya shu Malayziya bilan Singapur degandek davlatlar undan keyin ularning qatoriga qo'shilgan. Hem biz bu hozirgi ekranda ko'rinayotgan rasmga qaraydigan bo'lsak, mana shu asosliqi Amerika, Tayvan, Janubiy Koreya, Yevropa qatorliq davlatlar. Bu hamda oldin qatordagi 10 davlatlar. Balki bundan masalan bundan keyingi 20, 30, 40 yillarga qaraydigan bo'lsak, yanalam boshqa davlatlar o'tirg'i chiqishi mumkin. Hatto Turkiya ham bor buning ichida. Turkiya ham ma'lum bir o'ringa kelgan vaqtida Turkiya ham o'tirg'i chiqadi, chunki Turkiyaning muallaqi bir shirkatlari bor, elektrosotlari dunyoda eng oldin qatorda turgan elektr tafsilotlagan bo'lgandan keyin, ammo ularning o'zininki o'zaklarini ishlab chiqarishning ehtiyoji bo'ladi. Shuning uchun Turkiya ham bu davlatlarning orasida bor. Xo'sh. Endi bu nima kelgan vaqtida bu texnikaning keyin shu asosliqi Sharqiy Janubiy Osiyoga yo'tkilib ketishningki sabablarining yana birisi odam kuchi. Endi nurg'un Amerikadami masalan garchi oldingi sohada buni loyihalash yoki bo'lmasa uningki ideyasini o'tirib qo'yish sohada nurg'un odamlar bo'lgan bo'lsa, uni ishlab chiqarish uchun keng ko'lamda nurg'un o'zaklarni ishlab chiqarish uchun yana ko'p mablag' ketadi, undan keyin nurg'un odam kuchi ketadi. Buning uchun bu Amerikaningki bu texnikaninki bo'lib ishlab chiqarish qismini Osiyoga yo'tkazishningki sababi yana shu mablag' bilan odam kuchi.